Hurmatli YouTube ko'ruvchilar, Do'stlik kanali qatnashchilari, bordingizlarga assalomu alaykum. Do'stlar, bugun Jonliqotdagi ot bozoriga kirib keldik do'stlar. Sizlarga ot bolarini, jilqi bolarini sizlarga tortib ko'rsatib berayin. Sizlar bizning kanalga qattiqlik bo'lsangizlar, do'stlar, podpisatsiya knopkasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yingizlar. Bizim videolar bilan bo'lishib turingizlar. Notdan sonra o'zgacha ot ekan, sinidagi boshqacha ekan. Bugun 4-dekabr 2021-yil do'stlar. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz, yaxshimi? Bu jash qanday aka? Bir ma'lumot bering otingiz bo'yicha. Bahorga 4 ta, yozga 4 ekan. 4 yashar ekan. Bu qanday o'nlar bor ekanmi? Ha? Endi bahor bor. Parodasi Rossiya o'xshaydi, ha? Rossiyaga. Bosin qanchada otasiz? Bilmadim-mi? Akangiz qayerda? Do'stlar, Jo'xshot bog'da kelajekdi. Nomini olamiz, sizcha. Ko'ringizlar. Qanchada otasiz? 400 ming so'm, ha? 400 ming deb otib turibman aka. Telefon qoldirib qo'yaylik-da. Menda nomer yo'q. Telefon aytib qo'ying. Aha. 0432 Elchirlar, ha? Otni aydab qo'ying bir aka. Mana otni ko'ringizlar. Bosishdagi boshqacha ekan negadir. Jo'xshi. Yemi uloqa aydayliksin aka. Kireleksin, ha? Yürütse bo'ladi ekanda buni, yürütüş kerak ekan. Do'stlar, ot qanday ekan? Bir baho beringizlarchi. 400 mingga jo'xshilarmi? Ozmoz qimmatroqmi? Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Yaxshimi? Qancha dedingiz bu? Temir ko'kdi. Qancha? 200 ming ekan mana aka. Jash qanday qolasizmi? Jozg'ovich ekan, ha? Yurotuldi ekan-da, xudoy bilsa. Yurotuldi ekan. 200 ming dedi. Parodasi qora bayroq o'xshaydi. Aralaş, mitsegen. Bozor suraştı mı aka? Qancha suraştı? Arqanda suradi da. Jo'xshi ekan. Ot jo'xshi ekan. Telefon qoldirib qo'yasiz ekan, ne qilasiz? 0706 31 65 04. Boshdan ayting-da. 0706 31 65 04. Nega? Niye tatlıklar neyse? Çol ko'ringizlar, hurmatli ko'ruvchilar, ot qanday ekan? Bir sira. Garantiya bor aka? Yeşi içişi var çok жақсы. Esida o'zi aytadi, yaxshi deb bor jo'q deb. Olgan odam uyat bo'lmaydi ekanda, kuyib aytgan, ha? Любой joydan uyat bo'ladi. 65 ming otasi buni. Bozor surovada. Surovdir bozor. Jash qanday qilasiz unda? 2 yashar ekan bular. Kim olsa yurati oladi ekanda buni. Parodasi qanday? Parodasi. Bishkek ekan bularga. Bishkek deydi. Bishkek paroda ekan. Hozirda toydağı. Bunu qancha dedingiz aka? 60 da 60 ming so'm. Jash qanday qoladi? 1,5 yashar? Bunday bo'lsa kerak. Mana paltarashqa. Paltarash ekan. 60 ming deb ekan. 60 ming ekan. Aka.
Jaş narsalarni olam desangizlar, jaş narsalar ekan. Bulardan jash qanday bo'lib qoladi shunda? 4 oylik 5 oylik. 4 oylik 5 oyliklar ha. Parodosi qanday ekan? Qorabay. Qorabayra o'z mesni ekan mana ekan. Qanchadan otasanmi? 40 mingdan kam bor. 40 ming so'mdan. Erkak urg'ochi bular. Biri erkak, ikki urg'och. Qaysi urg'ochi? Buni ikki urg'och, buni erkak. Mana uka urg'ochi bu, mana erkak. Bozor so'radi aka? 32 so'rov. Qancha? 32. 32 ming mana erkakga bu. 32 ming so'radi. Men qanchaga berib beraman deb otasan, o'yingiz? Men bozor bileti. Bozor ha? Yaxshi. Uka urg'och ekan. Bo'ldi. Otni qancha dedingiz? 100 ming so'm ha? Jash qanday qiladi shunda? 1,5 desa, poltarashka ekan do'stlar. 100 ming so'm ekan. Parodosi qanday ekan shunda? Rossiya ha? 100 ming so'mda oladi ekan mana ekan. Otning turishlarini ko'ringizlar, qovoqlarini. Jo'qchilar ot bo'g'lay bu. Erkak otda beni bir o'rab. Urg'och ekan ha? Mana B ekan do'stlar. Ming emasmi? Ming emas ekan. Kelajakda yaxshi B bo'g'day